Yaxshi Malibu qidirib yurganlar uchun boshlang'ich $5000 bilan mana shu 2017-yil ishlab chiqarilgan Malibuyimiz halol nasiy savdoga berilib o'tdi. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Obzor qilishdan oldin birinchisi raz ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beriladi. Если что 5000 plyus bo'lmasa, yaxshi bitta Sparkizmi, Nexusizmi, Cobaltizmi, Gentrizmi bo'lsa bemalol barter sifatida almashtirib qolganini sekin bo'lib berishga olsangiz bo'ladi akalar. Xullas endi obzorni boshlab beraman akalar. Yil 2017 Q4 motorli atmosfernik, ya'ni bu degani 80 benzindan bemalol quysiz yuraveradi akalar. Faralari yaxshi holatda, balon holatlari juda ham yaxshi. Bitta mana shu krilosda kraskasi borgan, qolgan joylari top-toza akalar. Tonirovka razishinasi tugab qolibdi. Eshitib egalar bilan gaplashsangiz, uni ham xudo xolisa chiroyli qilib berishadi akalar. Apshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, poliklari yaxshi holatda. O'zim ham bunaqa rullari 86000 probekda akalar. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi zo'r ishlaydi. Faqat bezlyuk akalar. Nima deysizlar? Mashina to'laqonli benzin beradi. Eshitdi, gazni ham bu narsa qilib bersak bo'ladi deb qo'yibdilar. Adnomer ham osilib tushibdi. Xullas mashina yomon emas. Kelib bitta haydab ko'rib, yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, qolgan to'lov to'g'risida ma'lumotlarni shuna tegir egalariga, nomerlariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas tegir egalar nomerlarini qoldirdim. Aloqaga chiqinglar mana shunaqa zo'r Malibu qidirgan o'rtog'inglarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar.